Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Bugun mavzumiz shu uzumlarimiz haqida bo'ladi. Bugun juda ko'pchilik dehqonlarimiz shu aynan shu ba'zi bir uzumlar bog'larida ba'zi bir tuplari yaxshi o'smayotganligidan, bo'lmasa o'sha baklar sarg'ishlar sarg'ayib qolganligidan bizga shikoyat qilib kelishdi va bunga albatta yechimi bor. Birinchi o'rinda albatta mevasini uzib tashlaysiz, bitta qo'ymay. Ikkinchi o'rinda o'sha sizni tupingizni yer ostida o'sha qanaqadir bir zamburug' yo bo'lmasam qurt har xil hasharotlar o'sha sizni tupingizni ildizini yemiryapti. O'sha yemirganligini, yeganligini hisobiga o'sha quvvat yetkazolmay, bakingizni yaxshi o'stira olmay va o'sha sarg'ayishga olib keladi. Bunga albatta yechimi bor bizda. Bu yechimimiz T34 zaharimiz sistemli yoki bo'lmasam Energy Trio. Mana shu zaharlarimizni 10 litr suvga 4 grammdan aralashma qilib turib, o'sha uyingizni, o'sha tupingizni uyasiga quyib chiqarsiz. Bu birinchisi. Va ikkinchisi, mana bu ko'rib turgan bo'lsangiz, Agroferrum bu temir, bunisi esa Nutrivat Plus. Mana shu Nutrivat Plusimiz va Agroferrum dorilarimizni, ozuqamiz, bunimiz temir, albatta. 10 litr suvga 80 grammdan Nutrivat Plus qo'shasiz va 15 grammdan temir qo'shib, o'sha tupingizni tagiga 20 litrdan quyib chiqasiz. 20 litrga, ya'ni 160 gramm Nutrivat Plus, 30 gramm temir aralashma qilib turib, o'sha tupingizga zahar, qurtga qarshi zaharni quyib bo'lganingizdan keyin 3 kun o'tkazib buni qo'yasiz. Va bargidan Nutrivat Plusni o'zini 10 litrga 40 grammdan aralashma qilib turib, bargidan sepasiz. 3 kun o'tkazib yana bir qayta yana bir sepasiz, yana 3 kun o'tkazib yana bir marta seporsiz, shu bilan bo'ldi. Bildan keyinga bil o'sha mana shu berilgan narsalardan yaxshi oziqlanib turib, bildan keyinga o'sha siz xohlagan o'sha tupingizga hosilingizni qo'yib beraverasiz va yetkazib beraveradi. Bugungi qisqacha videolarimiz shulardan edi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizda shunaqa, biz dorilarimizni tarkibi bilan qancha qo'yishligini hammasini batafsil tushuntirib o'tamiz. Dorimizni yashirmaymiz yoki bo'lmasam qancha qo'shilishligini, nomini biz yashirib o'tmaymiz. Biz shunday ochiq oydin dorilarimizni aytib o'tamiz. Balki o'sha siz bizdan uzoqroq joyda yashayotgan bo'lsangiz, hududingiz uzoqroq joyda bo'lsa, o'sha o'zingizga yaqin joylarda agro-aptika do'konlariga kirsangiz, albatta shu dorilarimiz bor. O'sha yon atrofingizdagi agro-aptekalarda mana shu dorilar bor. Albatta shuni takrorlang, natijasini o'zingiz bilasiz.